Yamiz jo'lli va patishlar mana bunaqa toshdan qilar ekan. Hozir mana tosh yaxshi chishyapti ekan. Ustakalarimiz, ustakalar. Qaydan bo'lasizlar? Biz Oqjar, Dang'ara Oqjar. Dang'aradan kelibdi ustakalarimiz Jumhuriyat qishlamizda o'rtamizda uyda ishlashyapti. Bu betondan baqvat chiqadimi? Tosh bo'ladi. Ha, bu hali betondan yorilishlar bo'lmaydi-mi bunda? Bo'lmaydi. Zakka ham yaxshi. Birinchi o'rinda zakka zo'r ekan bu. Mana ko'ryapsizlar, betonni o'rniga tosh terib, mana bunaqa qilyapti ustakalarimiz. Mana uyda egasi. Nima gap? Uyda egasi nima gap? Qarang. Ketyapti qurilishlar. Yaxshi, вообще zo'r ko'ryapsan. Xudo xohlasa, Xudo bersa hammasi zo'r bo'laveradi. Ha, xudo xohlasa mana bityapti. Qurilishlar bitta nolni olib qo'yapmiz. Istoriya qilib. Qo'yib qo'yamiz, ko'raverasizlar. Haqiqatdan tosh zo'r ekan. Sizlarga mana kimnidir mana ko'pchilik bilmaydi ekanda, buni ustalar qayda ekan deb ustakalarimizni mana nomerini ham qo'yib qo'yapman. Endi qancha odam ko'rsa ham murojaat qilaverasizlar ekan. Dang'aradan kelib qilishyapti. Bu sizlarga reklama emas, prosta ishlar yaqin uchun sizlarga men aytyapman, tavsiya qilyapman sizlarga men. Haqiqatdan zo'r ekan mana. Endi polniy toshdan bo'lyapti mana. Bitib turgan jarayonlarni ham olib boramiz endi. Kuzatib boringlar, like bosib boringlar.